Assalomu alaykum Haval Buxoro avtosalonining qadrli mijozlari hamda YouTube kanalimizdagi obunachilarimiz. Sizlarni hozirda iyun oyida bo'layotgan yangiliklar hamda H9 modelimizning to'liq obzori bilan tanishtirib o'tamiz. Kanalimiz rivoji uchun podpiska, like, kommentlarni ayamasligingizni kutib qolamiz. Xo'p, H9 modellarimizga keladigan bo'lsak, H9 modellarimiz ikkita pozitsiyada bo'ladi. 535 million hamda 570 million so'mgacha. Bu ko'rib turganimiz 570 million so'mlik ikkinchi pozitsiyasi bo'lib, 2 turbina motorda 218 ta o't kuchiga ega bo'ladi. Xo'p, motorlarni bir marotaba ochib ko'rsatib beramiz. Xo'p, mashinamizning boya aytib o'tganimizda 2 turbina motor, 218 ta o't kuchi, 4 ta Porsche, 4 silindrli, 16 klapanli bo'ladi. Motor, korobka, elektronika mashinamizda nemetskiy bo'ladi, ya'ni Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. O'zimizda yig'ilyapti haval mashinalari Jizzaxda. Shuni hisobidan qo'shimcha jihozlardan, ya'ni zapchastdan ham problemasi yo'q. Motorlarni ham ko'rsatib o'ting. Mashinaga propan tushadimi degan savollar ham juda ko'p bo'ladi. Bemalol propan ham tushadi. Mijozlarimiz istashsa 5 yillik garantiyasi bilan birgalikda propanlarni o'zimiz qo'yib beramiz kelishtirilgan narxlarda. Xo'p, undan tashqari mashinamizda 4 tala balon ham harakatlanadi. 4 tala balon ham harakatlanadi. Old tomondan aytib o'taylik, LED faralar bilan jihozlangan. 350-400 metrgacha yo'rtib beradi. Patroniklar hatto old tomonda va yon tomonlarda ham mavjud. Mashinamizda 360 gradusli kameralar bor. O'zida radnoy paroglargacha bor. Bemalol 2 kishi, 3 kishi, 4 kishigacha ko'taradi. Salonimizning ichki qismiga e'tibor qiladigan bo'lsak, koja salon, panorama tom, kattagina monitor, uzoq yo'lga ketganimizda esa avtopilotlari bor, barcha qulayliklar maksimalni qilib qo'yilgan. Oldindagi ikkala o'rindiqda hattoki masajlargacha mavjud. Bu tomonimizda esa xolodilniklar ham bor. Xo'p, monitorda Apple CarPlay, Android Auto ulanadi. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, klimat kontrollar. Klimat kontrollarimiz esa triyokzonli bo'ladi, ya'ni 3 tomonlama. Haydovchiga boshqa xil temperatura, old tomon passajirga boshqa xil temperatura va orqadagilarga boshqa xil temperatura qilib bera oladi. Bir paytning o'zida 7 ta o'rindiqni isitib beradi hamda 5 ta o'rindiqni sovutib berish xususiyatlariga ega bo'ladi Haval H9 modelimiz. Boshning ustida kattagina panorama tom, rullarimiz elektronli, juda ham yumshoq bo'ladi. Mashina yongandan keyin rullar ham yumshaydi. Uzoq yo'lga ketganda mashina palasa ushlaydi, znak o'qiydi hamda o'zida avtopilotlargacha bo'ladi. O'zi bemalol haydab, tezlab, sekinlab ketaveradi. Faqatgina rulga qarab berilsa bo'ldi. Agar shunda ham rulda uxlab qolinadigan bo'lsa, o'zi uyg'otib ham qo'yadi uxlab qolgan paytingizda. Xo'p, mashinamizning kengligi mana ko'rib turibsizlar. Mani bo'yim 185 da, ozg'in bo'lishi mumkin, bu bo'yim baland, lekin shunayda ham normal turibman mana. Hozir orqasini ham ko'rsatib beraman, kengligini. Mana orqasi, mana oyog'imni tik qo'yapman mana. Shu holatda ham orada joy bor, bu sideniya oldinda qo'yilgan, ya'ni orqa ham ketadi. Mana. Anchagina katta joy bor-da. Xo'p, buni bemalol o'zingizga moslab ham qo'yaverasiz. Misol uchun, mashinamiz 7 kishilik, boya aytib o'tganimizdek, mana bu sideniya ham ancha orqada turibdi. Buni ham oldin orqa qilib taxlasa bo'ladi mana. Bemalolda. 6-chi, 7-chi o'rindig'iga hattoki man o'tib o'tiradigan bo'lsam ham qisilib qolmayman. Mashinamiz shu darajada keng bo'ladi. Hozir sizlarga bir marotabada ko'rsatib beraman. Buni ham ko'taramiz. Kamerani menga bering, men bu tomondan o'zim ko'rsatay. Mana o'tiribman.
Mana orqada bemalol o'tiribman. Tizza bilan orasidagi masofasi anchagina katta. Orqada qisilib ham qolganim yo'q. Undan tashqari deflektorlar hatto 6 va 7 o'rindiqlar oldiga ham o'tgan bo'ladi. Asosiysi mashina o'zimizdan ishlab chiqarilyapti. Mana keling. ADM Jizzax MSJ, Made in O'zbekiston. Mashinamizning yili ham 26. Biz asatga narsa sotmaymiz. Zapchast problema bo'ladigan narsa ham sotmaymiz. Mashinani xarid qilgandan keyin maksimal komfortda maza qilib ketasiz. Keling, orqasini ham ko'rsatib o'taylik. Eng katta plyuslardan biri, mashina 7 kishilik-ku, bagajga joy qolmagan. O'zida mini bagajchasi ham bor. Как gelikda ishlataverasizlar. Mana. Orqasi ham agar odam bo'lsa, bu narsalarni tiklab o'rindiq qilib ishlatiladi. Agar bo'lmasa, buni yotqizib bagaj qilib ishlatsa ham bo'ladi. Orqada mana 220 rozetka tok joylargacha bor. Bagaj kichkina qolgan, zapaskasi yo'q ekan degan savol ham tug'ilishi mumkin mijozlarimizda. Unaqa emas. Mashinamizda zapaskasi bor, dakatka emas, zapaska. Shu ko'rib turganingiz o'zini baloni qanaqa, xuddi shundan bo'ladi. Tag qismida bo'ladi mashinada. Mashinamiz ramni bo'lib, ramaga terilgan. Shuning hisobidan oddiy mashinalarga qaraganda anchagina mustahkamroq va baquvvatroq bo'ladi. Misol keltiradigan bo'lsak, qanaqa mashinalar ramni bo'lgan. Misolda Toyota Prado'lar bor, 300 taliklar, 200 talik, 250 taliklar, xuddi o'shalar bilan ishlab chiqarilish strukturasi bir xil. Plyusiga mashinaning kuzovida ham 70% gacha otsenkovkasi bor. Bu degani, ya'ni zanglamaydi, chirimaydi, metallni qattiq bo'ladi, kraskani sloyi qalin bo'ladi. Shuni hisobidan misol mayda DTPchalar endi bo'lmasin, DTPlarda ham mashina o'zini baquvvat ushlab bera oladi. Tog'ga yoki qayergadir ketilganda ham dam olishga ketish uchun juda ham ideal variant Haval H9 modeli. Xo'p, nidorojnik hisoblangani uchun mashina istalgan joyga ketaveradi. Plyusiga 4 tala balon ham harakatlanadi va 4 talasini ham alohidadan blokirovka qilish mumkin. Ya'ni misol uchun faqat old tortadigan yoki oldin tortadigan. Undan tashqari faqat oldin bittasi yoki ikkitasi tortadigan qilib o'zlariga moslab olaveradilar. Odatiy holda yurganda esa mashinamiz zadniy привод bilan harakatlanadi. Ya'ni faqatgina orqa tortadi. Kerak bo'lganda oldinni o'zi qo'shib ayiraveradi. Ranglardan muammosi yo'q. Oq, qora, seri qaysi rangdan mijoz istasa. Agarda menga matvis kerak desalar mijozlarimiz, matvi variantlardan ham topib bera olamiz. Undan ham muammo bo'lmaydi. Salonning ichki qismiga keladigan bo'lsak, oranjevisidanmi yoki qorasidanmi klassik mijoz istagandan bir kunda barcha ishlarini bitirib chiqarib bera olamiz. Xo'p, mashinaning to'lov usullari qanday bo'lyapti? Mashinaning to'lov usullariga keladigan bo'lsak, naqd, kredit, lizing, рассрочка, перечисление barcha to'lov usullari mavjud. Xo'p, misol uchun men naqdga olmoqchiman yoki рассрочкani oylik to'lov baland chiqyapti, nimadir savollar bo'lib qoldi. Xo'p, mayli, biz shu holatda ham kredit tartibini taklif qilamiz. Kredit tartibida xarid qilinganda mashinaning tan narxidan 20 million so'mgacha chegirma qilib beramiz shunchaki. Misol foiz bo'lyapti-ku, shuni hisobidan har nima chegirma 20 million so'm mashinaning tan narxidan. Plyusiga bonuslar ham full paket beriladi. Misol nima? H9 ga biz aldamaymiz, parog beramiz yoki nimadir beramiz deb parog o'zida radnoy bor. Mashinaga nima qo'shimcha jihoz qo'yish kerak? O'sha qo'shimcha jihozlar barchasi to'liqligicha Vlad Avtositida joylashgan Haval Buxoro avtosaloni tomonidan mutlaqo tekinga hech qanaqa to'lovlarsiz qilib beriladi. Xo'p, shu modelga ham рассрочка bormi deb baribir savol tushadi. Рассрочкаlar bor. Рассрочкаning to'lov turlari qanday? 35% dan boshlab to'lov qilib 80% gacha to'lov qilinadi. Endi kimdir qanchadir budjetiga qarab o'zi to'lov qilaveradi. Рассрочка muddati esa 1 yildan 4 yilgacha bo'ladi. Boshlanish to'lovga qarab muddatlar shakllanadi va ligotni foizlar ham bor. Ya'ni 25, 27, 29 emas. Foizlar past. Misol 10% ham bor, 15% ham bor, 20 ham bor. Mijoz tanlagan tartibda chiqarib beramiz. Agarda mijozning kredit istoriyasi buzilgan, nimadir muammolar bor, qora ro'yxatga tushib qolgan. O'sha holatda ham Haval Buxoro avtosaloni mijozga ishonch bildirib, istasa lizing asosida ham chiqarib bera olamiz. 12 ta viloyatdan tashrif buyurib, bitta pasport evaziga
Haval H9 modellarimizni xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Agarda batafsil yana ham ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilasizlar. O'zim ham javob berib o'taman sizlarga. Undan tashqari lokatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, lokatsiyalarni ham tashlab beramiz. Adashmasdan kelasizlar. Xo'p, sizlarga mashinalarimiz, obzorlarimiz, to'lov usullari ma'qul bo'ladigan bo'lsa, like, podpiskalarni ayamaysizlar degan umiddamiz va barchalaringizni Vlad Avto City'dagi Haval Buxara avtosalonida kutib qolamiz.